2,5 gektarga yetdi. Bunga yillar mobaynida erishdik. Albatta ko'chatni mehnati og'ir. Bunga ko'p qiyinchiliklarga ro'para bo'lganmiz, lekin to'xtamasdan mehnat qilib, mana Xudo xolasa bu faoliyatimizni yana ham kengaytirish masalalarini hozir ko'ryapmiz. Xudo xolasa yana ham yerlarimizni kengaytirib, ko'proq chetga eksport qilish, ichki bozorni ta'minlash, yaxshi bog'lar yaratishni ustida ish olib boryapmiz hozirda. Eksport, import jarayonlarini tashkil etishda ko'proq qaysi jihatlarga e'tibor berasiz? Endi men eksport, O'zbekistonga import bo'layotgan mevalar haqida hozir qisqa to'xtalib o'taman. Import O'zbekistonga kirib kelayotgan Italiyadan, Germaniyadan, mana Polsha, Serbiya, Turkiya har xil davlatlardan kirib kelyapti. Chetdan kirib kelayotgan ko'chatlarni mana shu tajribamizdan kelib chiqib aytaman. Adaptatsiya bo'lishi bor. Moslashish, shu iqlimga moslashish jarayoni qiyinroq kechyapti. Bizda ob-havo issiq, namgarchilik kam, quruq ob-havo bo'lganligi uchun, issig'imiz kuchli bo'lgani uchun ko'chatlarni moslashish jarayoni uzoq yashamasdan qisqaroq davrda mana 6-7 yilga boryapti. Mana shu intensiv bog'larimizda chetdan. Men iloji boricha shuni targ'ib qilardim aholimizga. Mana shu yerda o'zida biz payvantaylarimiz bo'lsa, payvantaylarga chet eldan kelgan yangi sortlarni, yangi novdalarni olib kirib, yangi sortlarni ulab shu yerda, shu iqlimga moslashgan ko'chatlarni agar yetishtirib xalqqa beradigan bo'lsak, bu uzoqroq yashaydi, o'zini yaxshi his qiladi. Har xil stresslarga, kasalliklarga chidamliligi ko'proq bo'ladi bunda. Mahalliy narsa baribir iqlim sharoitiga moslashgan bo'ladi. Shuning uchun tayyor kelayotgan ko'chatdan ko'ra mahalliy mana shu yerda iqlimda o'sgan narsani ko'proq targ'ib qilardim. Bog'bon ko'chatlarni tilini biladi deyshadi-da. Siz gaplashib turasiz, ularning tilini qanchalik tushunasiz? 18 yil bo'lsa, 18 yil mobaynida shuni ichida yurib, bu sohaga o'qib, qiziqqanimizdan mana shu sohaga o'qidik mana. Lekin bularni bemalol mana tilini tushunamiz. Bular ham chanqasa bilinib oladi. Bargidan, daraxt turishidan ko'rinib o'zi aytadi. Barglari aytib oladi. Mana hozirgi holatda mana kuz payti ayni ko'chatni ekish davriga kelyapmiz. Ko'chatlar hozir mana barglari sarg'ayishga kelgan. Hozir to'kilaman deb turibdi. Yaqin orada bular uyquga ketadi. Har qanday menimcha ko'chatchi bo'lsa-ki, 5-10 yil ichida yurgan odamki, agar qiziqib ashuni ichida rivojlantirib ishini ustasi bo'lsa-ki, ko'chatni daraxtni qarab turib bemalol tilini tushuna oladi. Uni chanqayotganligini ko'ra oladi yoki suv ko'p ichayotgan bo'lsa, suv miqdori oshib ketadi. Daraxtlarda ham shu me'yorda sug'orish, me'yorda dorilash, shu narsalar kerak bo'ladi bularga. Oshiqcha narsa ziyon bunga. Endi yong'oqni qanaqangi joyga o'tkazgan ma'qul? O'zi sug'orish texnologiyasi qanaqa bo'ladi? Hamma ham bir xil tartibni qo'llayvermaydi. Maslahatingiz? Yong'oqni sug'orish tartibiga keladigan bo'lsak, bu yerlarimizni iqlim sharoitimizdan kelib chiqib, mana ba'zi joylarimiz salqin hududlarimiz bor, tog'li rayonlar. Bu yerda u qadar suv talab qilmaydi. Namlik salqin yaxshi. Lalmi qaqsoq yerlar bor, suvsiz yerlar bor. Adirli hududlar. Bularda ko'proq suv talab qiladi. Misol uchun bir haftasida mana yosh ko'chatlar bo'ladigan bo'lsa, bir yil olib borib ekiladigan bo'linsa, 2-3 yoshga davr 2 kunda bir suv qo'yishimiz kerak bo'ladi. Adilli lalmi joylarda. Chunki yosh ko'chat adaptatsiya bo'lib moslashgunga qadar ko'proq suv talab qiladi. Zakkash joylarda suvni 3 kun, 4 kunda yoki bir haftada bir bersak ham bo'ladi. Faqat joy holatidan kelib chiqib sug'orish tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Voyaga yetgan mana 8-10 yillik yong'oqlar bo'ladigan bo'lsa, 10 kun, 15 kunda bir suv bersa bo'laveradi bularda. Yoz paytida, issiq paytida 10 kunda bir suv bersa bo'laveradi. 8-10 yoshliklari. To'yintirib